Ya Jamolxon aka. Hop, Boburjon. Nima aka, bu darvozani dabdalasini chiqarib aka. Boburjon, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Bu darvozamizga metal ham, kraskasi ham, lak ham eng chiroylisini ishlatganmiz. Mana yana bir marta ko'rsatishim mumkin. Hozir aka toshdi. Tosh. Ishqaladingizmi? Tosh. Ishqalab ko'ring o'zingiz ham. Ishqalab ko'ring, keling, ishqalang. Hech narsa bo'lmaydi mana. Bunaqasini ko'rmaganman yurtdoshlar. Boburjon, yo'q bunaqasi O'zbekistonda yo'q, tengsiz. Hozir bu qattiq jismga ham. Qattiq jismga ham, temirga ham, toshda ishqaladik. Hech narsa bo'lmadimi? Quyoshga, suvga, muzga, issiqqa, sovuqqa hammasiga chidamli. Garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Xudo xolasa. Ile bir gap bitta zab kelib qolibsiz-da, bitta zo'r aksiya qilayotgandik. Mana shu darvozamizni hop, ini bilan bo'yini razmerini topgan insonga bepulga olib borib o'rnatib beraman. Yo'q, albatta. Bitta bu darvozamiz emas. Bitta bu darvozamiz emas. Mana operatorimiz ko'rsating, mana darvozamiz ham bor. Boburjon, ko'ryapsizlar. Bo'lsa yangilik bo'lsa, mana shu darvozamizni ham shu bepulga olib borib qo'yib beraman. Xudo xolasa, mana shu darvozamizni ham, bu darvozamizni ham kvadratini to'shni topgan insonga, eni bilan bo'yini razmerini. Ha, razmerini. To'shni topgan insonga bepulga olib borib qo'yib beraman. Ha, kommentariyada yozishadi. Ha, yozishadi. Kimda kim shuni razmerini aniq topsa, bekorga O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib berishadi. Aka, bundan boshqa yangilik fasonlar bormi? Bundan boshqasi bor. Boburjon, yuring. Boburjon aka, yuring. Mana yangiliklarimiz hammasi bu tomonda, Boburjon aka. Oho, yangilik fason darvozalar bu tomonda ekanda. Bu tomonda aka, bu darvozalarimiz. Aka, bu darvozalar haqiqatan ham hozirgi paytda trendda turgan. Trendga aylangan darvozalarimiz. Xuddi shunday. Mana bu Samarqand fason, high-tech fason, bu tomonda mana Dubay fason darvozalar. Aka, bu darvozalarga qancha muddatga kafolat berasiz? Bu darvozalarga aka ishlab chiqaruvchi tomonidan 5 yilgacha kafolat beramiz. Kraskasiga va svarka ishlariga. Yana bu dastavkasi, o'rnatib kelish. Ha, dastavkasi, o'rnatib berish bizning qo'ynimizda hammasi. O'zbekiston bo'ylab olib borib yetkazib beramiz. Bepulga. Xudo xolasa. Bepulga olib beramiz. Bundan tashqari yana qanaqadir aksiyalar bormi? Bundan tashqari aksiyalarimiz bor, video davomida aytib o'tamiz. Xudo xolasa, videoning davomida aytib o'tamiz. Batafsil ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Xo'p, aka yo'qsa bir boshdan ma'lumotlarni aytib o'tsak, xudo xolasa yurtdoshlarimiz qaysi darvoza ma'qul bo'lsa qo'ng'iroq qilishadi. Xo'p. Aka yo'qsa, boshladik, Boburjon aka. Jamolxon aka yo'qsa, mana bu hozirgi paytda trendda turgan o'sha Samarqand fason darvozamizdan boshlasak, albatta aka, dasturning oxirida xudo xohlasa o'sha aksiya darvozamiz bo'lar albatta. Ma'lumotlarini aytib o'tamiz aka. Aka, bu Samarqand fason darvozamiz 3 yildan bir, 4 yildan bir trendda boy bermayotgan darvoza. Hop, 2023-yil, 24-yil, 25-yil, xudo xolisa, xudo nasib qilsa 26-yilda ham trendga boy bo'ladi bu darvozam. Shu darvozamizni bir qo'l obzor qilib beraman aka. Bu darvozamizga ishlatiladigan materiallar ikkala yoni kesakisi va tagi 10 ga 5 Toshkent Bekobod shiveller ishlatamiz. Ha, ikkita yoni, va tagi shiveller. Profil emas aka bizniki. Shiveller ishlatamiz. Hop, ichki qovurg'a qismlariga profillari 6 ga 4, 1.7 profilda ishlatamiz. Hamma joyi. Endi asosligi listi so'raladi. Listimiz 1.8 listdan 3 qavat variantda yasasa bo'ladi. Asli tayyorlasa, bu hozir mash ko'rinishi 2 qavatli variantda tayyorlangan va buni shumkali variant qilib tayyorlasa ham bo'ladi. Ha, hozir bu darvozamiz 2 qavatli. Bu mash turish holatda 2 qavatli variant. Shunda darvozamizni birinchi qavati mana bunisi, ikkinchi qavati bunisi. Ha. Aka, hozir bu darvozamizda ovoz yo'qmi? Yo'q, ovoz yo'q. Shunga umuman ovoz chiqmaydi. O'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Hali obunachilaringizga bemalol tavsiya qilasizda. Lekin darvozamiz haqiqatan ham bagati aka. Juda ham chiroyli. Albatta. Har qanday uyga yarashadigan fasonlardan. Uyni ko'rki eng asosligi darvoza deyshadi. Shu darvozani bayda turishi boshqa turadi. Uyga borib o'rnatgandan keyin ko'rkam turadi. Bejirim. Lekin bu darvozamizni eng asosiy muammolaridan bittasi mana bu arka qismi. Aka, bu arkasidan keyinchalik muammo chiqmaydimi? Yo'q aka, bu arka qismini ham yechimini topganmiz. Oldinlari profilni kesib, bolgarkada kesib turib arka qilardik. Hozirda Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan lazer stanok kelgani hisobiga listni o'zidan kesib chiqaramiz. Arkasida umuman u muammo bo'lmaydi. Ha, bu listdan qilingan, ha? Listdan tayyorlangan bo'ladi aka. Profildan kesib tayyorlanmagan. Yo'q, profildan chiqarilmaydigan hozirgi kunda. Ertaga masalan o'sha joylardan sinib, dars tushib, unaqa bo'lmaydi. Yo'q. Garantiya beramiz aka, ishlab chiqarish tomonidan.
Aka, bu darvozalarga qancha muddatga kafolatni berasiz? Aka, bu darvozamizga 5 yil muddatda garantiya beraman. Kraskasi yoki svarka ishida nima muammo bo'lsa, hammasida servis xizmati deydimi? Servis xizmati biz bo'ynimizga bo'ladi. Bu dastavka xizmatchi. Dastavka xizmati O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz va o'shaning ichida razmer olish ham bizning bo'ynimizda. Hamma turdagi darvozalarni O'zbekiston bo'ylab olib borib, albatta, hamma turdagi darvozalarni bepul. Mutlaq bepul aka. O'sha narxi ichida. Bo'ylab, ha. Endi undan tashqari qo'shni respublikalardan bari sizni ham kuzatishadi. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston. Ularni ham kelishilgan holda raznica qiladi ozgina qanchadir summasida kargo orqali olib borib o'rnatib beramiz aka. Aka, bu kraska jarayonlari qanaqa bo'lgan? Kraska jarayonlari hop, Koreya davlatida ishlab chiqarilgan avtomobilni kraska ishlatamiz. Birinchi o'rinda kraskasini. Kraska fondi qilib bo'lgandan keyin как положено gruntovka 2 sulu kraska sepib, eng oxirgisi asosligi lak sepamiz aka. U lak sovuqqa, issiqqa chidamli bo'ladi. Suvga, hamma narsaga. Darvozani materiallarini ushlab turadigan, kraskani ushlab turadigan narsa bu lak bo'ladi. Lak qismi bo'ladi. Eng birinchi o'rinda shu lak qismi. Masalan, travertin qilgandan keyin ham lak berilyapti, yuvilyapti, tozalanyapti, travertin yana o'sha holatga qaytib qoladi. Masalan, darvozamiz usti ochiq bo'lsa, bunaqa holatda ham kraskasiga, materiallariga kafolatini berasiz? Albatta, kafolatini beramiz aka. Mana shu darvozamiz ham mana turibdi, usti ochiq, hamma joyi yomg'ir, qorda turadi, artib yuvib tozalab qo'yamiz. Yana o'shanday holatga qaytadi. Aka, mana shu darvozamizni shu yerga qo'yilganiga qancha vaqt bo'lgan? Ozgina kam 5 yil bo'ldi. Ya'ni fevralga o'tsak aka, 5 yil holat, mashq holat. 5 yil. Yuvib tozalaymiz o'zimiz. O'shanda holatini yo'qotmaydi. Nafaqat bitta bu darvozamiz, boshqa darvozalarimiz ham hammasi shunday. Ancha bo'lgan ishlab chiqarilganiga. Endi asosligi narx-navosiga keladi. Endi maqtovur deydi, hamma narx-navosini aytmabdi. Aka, bu darvozamiz 1 kvadrat metri 1 million 200 mingdan 1 million 450 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. Hozir mana shu darvozamiz necha pullik varianti? 1 million 400 ming so'mlik varianti. 1 million 400 ming. Bundan arzonroq variant tayyorlasa ham bo'ladi. Bundan qimmatroq variant tayyorlasa ham bo'ladi. Klient bilan kelishilgan holda. Aka, xudo xolasa, yurtdoshlarimiz kommentariyaga darvoza kerak deb yozishadi. Xudo xolasa, chiroyli qilib bonus qilib o'tib berasiz. Bonus qilib beraman. Boburjon, sizning kanalingizdan kelishsa, qanchadan o'tib berasiz? 50 mingdan o'tib beraman. 1 kvadrat metrdan albatta o'tib beraman. Kommentariya yozishadi. Albatta. Darvoza kerak deb, darvoza kerak deb kelishsa, yoki kommentariya yozishsa, kvadratidan 50 ming so'mdan tayyor o'tib beraman. Bo'ldi gap yo'q aka. Xudo xolasa, dastavkasi bepul, ha? Dastavka O'zbekiston bo'ylab. Xo'p, aka, mana bu darvozamiz yangilik fasonmi? Bu 2025-yilda, 2025-yil oxirida. Ozgina turganda 2026-yilda eng boshida derdik, trend bo'lyapti. Bundan keyin ham trend bo'ladi. Neobычный, скромный, haligi jigar qatdan topaman deydi-ku, ha. Xuddi o'shanga o'xshab qatdan topaman degandek hoji akalarimizga moslangan eng скромный, juda chiroyli darvozamiz. Sizga darvozani skromniysini kattasidan topib qo'ydim deb. Ha, cho'tkisidan topib qo'ydim. Mana men ham shu siz obunachilarimizga cho'tkisidan topib qo'ydim-da aka. Bitta ko'rsatingda. Darvozamiz materialini taroq fason darvozamizni sal boshqacharoq. Tarog'ini chopib tashlangan variant aka. Chopilgan. Tagida soqqasi bo'ladi, soqqasini ham chopilgan. Lekin darvozamiz haqiqatan ham skromniy holatda chiqibdi. Rangi ham o'zgacha. Menga yoqqan tarafi mana bu dila qismini listdan gifka qilib egib tayyorlangani, chunki oldin bu yerga Andijon chaspak qo'yiladi. Bu uzoqqa bormasdi. Yo'q. Lekin mana juda ham sifatli holatda. Aka, bu darvozamizni yana bir afzallik tomoni shundaki, mana bu joyiga suv to'planmaydi. Yo'q, to'planmaydi bunda. Shuning hisobiga xizmat uzoqroq bo'ladi. Listi o'sha listi o'zidan qayirib chiqarilgan dilga qilib, hop, oldinlar o'sha burchak yoki 2-2 profil qo'yardik. Hozir uni tekis suv quysa ham bemalol, suv bo'lganda hozir quyib ko'rsatib qo'yardim. Hop, buni darvozamizning materiali ikkala yoni 8 ga 12 profil. Ha, bu profil. Bu profil. Endi kelishilgan holatda shivillarga aylantirib berishimiz ham mumkin. Shivillardan. Hozir mashq holatda ikkala yoni profil, 12 ga 8, biri 2-1 stilni ishlatganmiz aka. Buni ham inobatga olinglar. Tagi 12 li shivillar qo'yganmiz. Asosligi endi tagida mashina o'tsa, boshqa bo'lsa bemalol o'taveradi. Endi ichki qovurg'a qismli profillarimiz 8 ga 4, 1-7 qismda ishlatganmiz.
Listlarimiz aka 1.8 listdan 2 qavat variantda. Oxirida orqasini ham ko'rsatib qo'yaman, shu darvozamiz orqasi tekis bo'ladi. Aka, bu darvozamiz zakaz asosida qilinganmi? Zakaz asosida tayyorlanadi. Razmeri tushib qolsa sotib ham yuborishimiz mumkin. Kelishib qolsak, xudo xolasa. Lekin darvozamiz haqiqatan ham juda ham ajoyib, skromniy. Aka, bir narsa bor. Skromniy darvozalarni modasi uncha-munchaga o'lmaydi. Uncha-munchaga o'lmaydi. Shu tomoni eng yaxshi tomoni. Misol sal bachkana, nimadir yangilik bo'lsa, baribir uni umri qisqa bo'ladi. Qisqa. Masalan, travertlar ham yangi chiqdi. Hop, g'ishli chizildi, ya, mana o'zingiz ham reklama qilgansiz, g'ishli bo'ldi, palasali qilindi. Oxiri mana neobishni tekis moda bo'lyapti. Skromniy holatda. Bu ham xuddi shunaqa. Hamma yog'i qalin, eng qalin material tayyorlangan tekis variantdagi darvozamiz aka. Hammaga tavsiya qilishimiz mumkin buni. Aka, mana bu nerjevekami? Bu nerjeveka. Zanglamaydi, zang chiqarmaydi, yonmaydi, cho'kmaydi. Bu yopishtirilgan. Ko'chib ketmaydimi? Yo'q, ko'chmaydi aka. Ko'chgan taqdirda ham aka bunga ziyon yetmaydi. Chizilmaydi ham. Ha, yana ham ko'rishingiz mumkin. boshidan yopishtirib. Ha, boshi ko'chib ketgandan keyin boshidan yana germetigi bilan yopishtirib qo'ysa bo'laveradi. Bu zamoklari mustahkam, ha? Zamoklari original zamok aka. Rossiya davlati ishlab chiqarilgan pribalitka zamok deydi. Mana ko'rishingiz ham mumkin. Aka, bu darvozamizni narx-navosi qanaqa? Narx-navosi aka, bu darvozamizni 1.300.000 so'mdan 1.500.000 so'mgacha tayyorlab beramiz. Dastavka bepul. Dastavka va yetkazish, o'rnatish, razmer olish bepul shuning ichida. Kraskasi ham xuddi nargali Samarqand Bozor darvozada aytib o'tganimdek, bir xil ishlagandan keyin как положено gruntovka, X-Lov kraska va matoviy lak sepilgan, matoviy. Glansovый emas, matoviy. O'zi ko'rinib ham turibdi. Ha, laki bor, ha buni? Ha, laki bor, sepilgan. Matoviy laki bor. Matoviy lak sepilgan. Chunki bilasiz, bu kraskani o'zini qilib qo'ysangiz ham matoviy holatda bo'lsa bilinmaydi. Lak bor yo'qligi. Bilinmaydi. Bunda lekin bor. Bunda bor. Как положено sepib ko'rsatamiz. Gap yo'q aka, xudo xolasa. Hop. Aka, bu navbatdagi darvozamiz. Bu navbatdagi darvozamiz Boburjon aka. Bu ham ruchnoy работа, qo'l mehnati. Reflonka darvoza deymiz. Shtampovka emas, reflonka. Asosan haligi nima deydi? Ayollarimizga yoqadi bu darvoza. Ko'proq. Juda ham ko'p zakaz olganmiz. Bu darvozamiz ham hop, O'zbekistonda trend aylanayotgan. Nechta joylarga olib borib o'rnatib berdik. Hammalari mahzun bo'lishdi, yoqdi darvoza, ishimiz yoqdi. Lekin haqiqatan ham bu darvozani bir necha yil oldin ham ko'rganman. Ha, bir necha yil oldin ko'rgan. Modasi o'lmaydi. Yo'q, modasi o'lmaydi. O'lmaydigan fasonlardan bittasi bu darvozamiz. Xuddi shunday, modasi umuman o'lmaydi. Endi asosligi materialiga keladigan bo'lsak, ikkala yoni 8 ga 8 profil bo'lgan, buniki ham. Tagi 10 ga 5 shiveller. Endi kelishuv asosida yonini shiveller qilib berishimiz mumkin. Profillarimiz ichki qismi 6 ga 4, 1.5 stenada ishlatilgan. Listlarimiz 1.4lik. 1.4. Ha, bir qavatli variantda. Endi buni ham 2 qavatli variant qilib tayyorlasa ham bo'ladi. Nerjevekalarga ham alohida e'tibor berilgan. Skromniy variantda bu ham, Boburjon aka. Aka, bu darvozamizning kvadrat metri qanchadan? Bu darvozamizda aka 1 kvadrat metri hop, endi sizni obunachilaringizga qimmat ham aytib bo'lmaydi-da, qimmat aytding deysiz videoning oxirida. 750 mingdan boshlab 900 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. Ha, kvadratini 1 kvadrat metrini 750 mingdan 900 ming so'mgacha tayyorlab, olib borib o'rnatib, yetkazish hammasi shuning ichida. Shunda farqi nimada? Farqi materialida, profilining ichki qismida. Masalan, bunda 1.5 deyapmiz, 1.7 qilib berishimiz mumkin, yonini shiveller qilib berishimiz mumkin. Bu profil holatda-da. Shunda ozgina raznica qiladi, lekin garantiya beramiz. Bunga ham o'sha dargi darvozaga ham hammasiga 5 yil ishlab chiqarish tomonidan garantiya beramiz. O'chib ketsa, ko'chib ketsa bizga tan bo'ladi aka. Ishlab chiqaruvchi tomonidan. Ishlab chiqarish o'zimizda, hammasi o'zimiz ustalar. Aka, mana shu darvozamiz ham hozirgi paytda trendda turibdi. Trendga aylangan. Afsona. Hamma so'raydi, nimaga afsona? Ko'rinishi afsonada Boburjon aka. Ko'rinishi. Afsonaviy fason. Afsonaviy, ha. Ko'rgan odam ajobo deydi, shunday ko'rgan holatda yo'q. Lekin bu darvozamiz ham skromniy. Fasonlardan bittasi. Fasonlardan bittasi. High-tech uslubida. Mana bu nerjevekasi yangilik bu. Yangilik bu nerjevekasi. Bu nerjevekasi yangilik bo'lgan. Mana o'rtasiga ham mana ko'rishingiz mumkin. Glansli kraska sepilgan. Shunda aka, bu darvozamiz
Mana bu joyi matvi, ha? Ha, matvi. Matvi, bu Bu joy glansiy. glansiy. Sal changib qopti. Ha, changib qolgan, glansiy. Bu darvozamiz ham endi materialni tanishtirib o'taman. Ikkala yoni va tag qismi shiveller 10 ga 5, o'sha Toshkent Begavot shivellari. Xo'p, qovurg'a qismiga ishlatilgan profillarimiz 6 ga 4, 1.7 stenada ishlatilgan. Boburjon aka hamma qismiga. Hali chekkasiga boshqa emas, hamma qismiga 1.7 profil ishlatilgan. Listlarimiz 1.8 listdan 2 qavat variantda. Orqasi tekis bo'ladi, mana ikkinchi qavatiga bosilgan. O'rtasiga Birinchi steklavata qavati ham solib 1.8, 1.8, ikkinchi qavati ham 1.8. 1.8. Ikkinchi qavat bilan birinchi qavat o'rtasiga steklavata solamiz va o'shanda shum izolasiya bo'ladi. Kraskasi ham avtomobilni devo kraska. Aytib o'tganimdek, birata darvozamizga hali gruntovka sepilmay qolib ketmaydi aka. Bunga ham hamma darvozamizga sepamiz. Hali uzoqdagi, masalan, Qashqadaryodan yoki Surxondaryodan zakaz berib qolishsa ham, shu esimga tushganda aytib qo'ya. Darvozalarni masalan o'zlari kelib ko'rib ketishmasa, men o'zim syomka qilib ularga tashlab turaman. Mana shu darvoza sizniki qilib. Ha, uzoqdan zakaz qilishsa, kelishmasa ham, kelishmasa ham jarayonlar. Ha, shunday darvozalariga metr qo'yaman, eniga va bo'yiga. Masalan, 3x3 darvoza, mana sizniki kalitkasi o'ngda alohida turgan deyman. Ha, meniki ekan deylarda, men uni syomka qilib tashlab turaman. Eski yoki uloq material bo'lmaydi, hammasi yangi. Bizda hammasi yangi ishlatiladi. Hozir bu darvozamiz kalitkasi ichida ekan-a? Kalitkasi alohida. Razmeni ham aytib, ha, alohida. Kalitkasi alohida, razmeni ham aytib o'tiraman. 4 metrga 390 razmerda tayyorlangan shu darvozamiz. Endi zakaz asosida har qanday qilib tayyorlab beraveramiz. Hop. Endi darvozamizni endi kvadrat metri asosligida yana 1 kvadrat metr aka 1 million 300 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha. Yana qanday farq deydigan bo'lsangiz, listini 2 li qilsa ham bo'ladi. Listini 2 li qilib variantda qilib ham tayyorlab beraveramiz. Hop. 12 li shiveller ham, bu 10 lik tayyorlaganmiz. 12 lik shiveller ham qilib beraveramiz. 12 ga 6 shiveller qilib tayyorlab beraveramiz aka. Bu ham xuddi o'sha O'zbekiston bo'ylab olib borish va yetkazish, o'rnatish, razmer olish bizning qo'limizda. Dastavka xizmati. Ha, dastavka xizmati bepul aka. Xo'p aka, bu navbatdagi darvozamiz, adashmasam, taroq fason. Navbatdagi darvozamiz taroq fason darvoza. Hozirgi darvozamizni o'sha eski oldingi variantdagi, oldingi variant. Hali darvozada aytdim, tarog'ini chopib tashlaganmiz dedik. Mana bunda o'sha tarog'i turgan. Nimaga endi bunda taroq deganda shu mana ko'rinib turibdi, taroq qismi deymiz. Biz o'zimiz tilimizda, darvozachilar tilida shunday deymiz. Bu darvozamizni ham aka materiali bilan ozgina tanishtirib o'taylik, tez va fursatda. Bu darvozamiz ham ikkala yoni va tagi shiveller. Qovurg'a qismiga ishlatilgan profillarimiz 6 ga 4, 1.7 stenada ishlatilgan. Mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Ha, yengil ochilib yopilishlari ham. Yosh bola ham bemalol. Bemalol, mana o'zingiz ham ko'ring. Yopib oling. Gap yo'q lekin. Akalar mana darvozamizni sifatini yaqinroqdan ko'rsak ham bo'ladi. Shpekulovka izlari yo'q. Juda ham ajoyib holatda. Aka, darvozamizga asosan qayerga shpekulovka ishlaydi? Asosan profil chokida ishlaydi. Bu joylarda umuman shpekulovka ishlamaydi. Chunki lista gipda egib chiqarayotganmizda oldinlar hali profil qo'yib boshqa qilardik. Hozir 1.8 lista o'zidan egib chiqarayotganmiz. Mana delia qismini. Asosan shpekulovka mana shu joyda ishlaydi. Chokida. Boshqa joyda ishlamaydi, Boburjon aka. Darvozamiz ham shu listiga keladigan bo'lsa, 1.8 listdan 2 qavat variantda tayyorlangan bu ham. Buni 3 qavatli variant ham qilsa bo'ladi, 1 qavatli variant qilsa ham tayyorlasa bo'ladi. Eng asosiyligi narxi buniki ham 1 million 200 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha 1 kvadrat metr. Undan keyingi darvozamiz xuddi shu darvozamizni kichkinalashtirilgan varianti. Sal boshqacharoq. Ha, ozgina farq qiladi. Rangida ham, tuzilishida ham ozgina farqi bor. Bu darvozamiz ham xuddi shu darvoza qatori material ishlatilgan, ikkala yoni va tagi shiveller, chekka qismiga 6 ga 4, 1.7 stenada, listlarimiz ham 1.8 listdan 2 qavatda. Zamoglarimiz shu bir balitga 1.8. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi alohida lazer qismini ham ko'rishingiz mumkin. Lazerni nalay ba'zilar aytadi, yopiq holatda tayyorlasa ham bo'ladimi deyshadi. Orqasini yopiq holatda ham tayyorlab berishimiz mumkin. Bu hozir ochiq holatda, havo aylanib turishligini hisobiga yopiq holatda tayyorlashimiz ham mumkin. Aka, mana shuni o'rniga oyna ham qo'yib bera olasizmi? Ha, ash holatiga orqasiga oyna ham qo'yib tayyorlab berishimiz mumkin.
Unda ham narxida umuman o'zgarish bo'lmaydi. Asosligi bunda ham shu narxini yana so'rashadi. O 1 kvadrat metr buniki ham shunday. 1 million 200 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha 1 kvadrat metr. Keyingi darvozamiz Dubayda bu navbatdagi darvozamiz Dubay fason darvozamiz. Dubayliklar ham hayratda qolishibdi. Ko'rib haqiqatdan Dubay fason deyishganda haqiqatdan Dubay fason. Minora mana ko'rishingiz mumkin. Dubayda ham lekin darvozamiz haqiqatdan ham fason juda ham ajoyib. Ajoyib. Zamonaviy ko'rinishda, high-tech uslubida. High-tech uslubida tayyorlangan Dubay fason. Bu darvozamiz ham eng ko'p zakaz bo'ladigan. Ha, 2025-24-yilda masalan 100 ta darvoza tayyorlagan bo'lsak, 70 ta 60 ta shu darvozani tayyorlaganmiz. Bu 100% 2 qavat variantda tayyorlangan. Mana. Ha, bu darvozamiz faqat 2 qavatli holatda tayyorlanadi. 1 qavat variantda tayyorlab bo'lmaydi. Darvozamizda shum yo'q. Shum yo'q. Gap yo'q lekin. Aka mana bu ruchkasini ham lekin zo'r qilibsizlar. Chunki ko'pchilik buni shurubda qotirib qo'yadi. Mustahkam qilib svarka qilib qo'yibsizlar. Juda ham ajoyib. Xo'p, aka bu darvozamizni kvadrat metri 1 kvadrat metri 1 million 300 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha. Bunga endi ishlatilgan materialimiz bu ham ikkala yoni tagi shivellar. Listimizni orqasi 1.8. Mana ikkinchi qavatiga bosilganlar bo'ladi ya Boburjon aka. Ashlar ikkili lista bosilgan. Sababi baquvvat turish uchun bunda o'q ham o'tmaydi. Biz sinab ko'rganmiz. O'q o'tmaydi, aniq otib ko'rganmiz. Qo'rqmay garantiya beraman aka. Darvozaning orqasiga o'tib qolib, o'q otib ko'rsa bo'ladi. Sababi bor, o'zimiz bilamiz. Sinab ko'rganmiz. Gap yo'q aka. Sifat kafolati bor. Albatta bu darvozamiz ham nargi darvozalarimizda 5 yil bo'ladigan bo'lsa, mana shu darvozamizga qo'rqmasdan 6 yil, 7 yil deb garantiya beraveraman. Как положено bunda ham gruntovka, iksilov, kraska, lak sepilgan hammasiga. Orqa qismini ham ko'rsatishimiz mumkin. Hali orqasi qanday bo'ladi deyshadi. Mana orqasi aka tekis holatda. Aynan shu darvozamizning orqa tomoni mana tekis holatda. Aka bu darvozamizni orqa oldini bir xilda qilib tayyorlasa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Orqa oldini ham bir xilda tayyorlasa bo'ladi. Xo'p, narxida ozgina razisa qiladi Boburjon aka. Masalan, mashq holatiga hozir 1 million 400 ming so'mdan tayyor bo'lsa, hop 1 kvadrat metriga 150 ming atrofida qo'shiladi. Masalan, bitta darvozamiz 10 kvadrat bo'lsa, 1,5 million atrofida razisa qo'shiladi. Orqa oldi bir xil tayyorlanadi. Nerjevekalari ham o'sha zanglamaydigan, chizilmaydigan. Boburjon aka, haligi ko'pchilik so'raydi, bular faqat lisli darvoza tayyorlaydimi deb o'ylashmasin. Bizda shtampovka variant darvozalarimiz ham bor. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Bu darvozamiz sifatiga va kraskasiga u darvozalarimiz kabi bunga ham garantiya beramiz. U darvozamizning xizmatini qilganda bu ham qilaveradi. Bu darvozamiz high-tech fason. Xo'p, ikkala yoni 8 ga 8 profil, tagiga bunga ham shiveller qism ishlatilgan. 6 ga 4 profillarimiz 1.4 stenada ishlatilgan. Listlarimiz 1.3 stenada nerjevekalariga ham alohida e'tibor berib yopishtirilgan. Buni qulay cho'ntakbog' varianti, hop 1 kvadrat metri 600 ming so'mdan 750 ming so'mgacha tayyorlab beramiz O'zbekiston bo'ylab. Keyingi darvozamiz yangilik. Palma deydi. Haligi qayt palma desa mana palma guli tayyorlangan. Bu darvozamiz ham shtampovka variantda tayyorlangan. Endi materiali o'sha darvozamizda aytib o'tganimdek bir xil, hamma yo'g'i bir xil. Xo'p, buni ham 1 kvadrat metri 650 mingdan 700 ming so'mgacha buniki. Keyingi darvozamiz lisli taroq fason darvozamizda shtampovka varianti, mana taroq fason. Bu darvozamiz ham xuddi shunday. Xo'p, ikkala yoni 8 ga 6 profil, tagi shiveller. 6 ga 4 qismlari profil qismlari. 1.2 stenada ishlatilgan, listlarimiz 1.3, 1 kvadrat metri 600 mingdan 700 ming so'mgacha tayyorlab beramiz aka, O'zbekiston bo'ylab buni ham. Lazer qismlarini ham ko'rsatib o'tishingiz mumkin, alohida e'tibor berilgan va uni yopiq holatda tayyorlasa ham bo'ladi. Boburjon aka, o'sha boshida aytib o'tganimizdek, aksiya darvozamiz, ma'lumotlarni hamma yurtdoshlarimiz kutib turishgan baribir, aytib o'tib ketaman. Bu darvozamiz ham shtampovka variantda tayyorlangan aka. Ikkala yoni 8 ga 6 profil, tagi esa shiveller. Hop, ichki qism profillariga 6 ga 4 1.5 stenada ishlatilgan, listlarimiz 1.3 listdan 1 qavat variantda. Nerjevekasiga ham alohida e'tibor berilgan. Kraskasi shagrin kraska deydi aka. Haligi o'tda yondirilgan deydi, shagrin kraska qilib tayyorlangan. Aka, bu darvozamiz yangi darvoza. Ha, yangi. Ishlab chiqqan darvoza emas. Yo'q, ishlab chiqmagan yangi darvozamiz.
ishlab chiqarilganiga bo'lgan bo'lsa bir 2 oy yo 1 oy atrofida tayyorlab olib chiqqanmiz. Sotish uchun, maqsadimiz sotish uchun olib chiqqanmiz. Masalan, aksiya qo'yib, materiallardan qanaqadir tortib, bunaqa holat bo'lmagan. Yo'q, endi bu aynan aksiyaga deb turib haliga eng yuqa, eng prostoy material ishlatmaganmiz. Eng yaxshi materialda ishlatilgan aka. Shu bo'lsin yurtimizga bo'lsin, xalqimizga bo'lsin, qaysidir bir omadli insonimizga bo'lsin deb tayyorlaganmiz aka. Xo'p, qadrli yurtdoshlar, xudo xohlasa, mana shu darvozamizni va mana bu darvozamizni razmerini kim topsa va kommentariyada yozsa, o'sha yurtdoshlarimizga shu darvozani bekorga, bepulga aksiya qilib qo'yib beraman. Bekorga. Boburjon aka razmerini, eni va bo'yini topishsa, olib borib o'rnatib beraman. Faqat ulardan bitta narsa, borsak oshqa berishadi, mayli. Bitta oshqa berishadi. Bizning xalqimiz zo'r. Eni va bo'yini topib, kommentariyaga yozishsin. Bu dastavkasi bepul, ha? Ha, dastavkasi, ustanovkasi hammasi olib borib qo'yib beraman. Razmerini faqat kommentariyaga yozishsin. Eni bilan bo'yini. Keyingi darvozamiz mana. Keyingi darvozamiz ham neobычный, skromniy variantda tayyorlangan. Rangi ham o'ziga xos, juda ham chiroyli. Bu darvozamiz ikkala yoniga 8 ga 8 profil ishlatilgan, tagiga 8 li shivilli. Profil, ichidagi profil qismlari hop 6 ga 4, biri 5 stenada ishlatganmiz. Haliga aksiya deb turib, arzonidan yo yuqasidan boya aytib o'tganimda yuqasidan bo'lmagan. Kraskasi ham garantiyali, uchib ketsa, ko'chib ketsa, shu bekorga bersak ham garantiya beramiz aka. Kafolati bor. Kafolati bor aka. Gap yo'q. Qadrdonlar, shoshilib qolinglar, xudo xolasa bunaqa bomba aksiya hech qayerda bo'lmaydi. Xo'p, aka, demak telefon raqamlarda imo, WhatsApp, Telegram hammasi bor. Hammasi bor. Telefon raqamlarimiz 24 soat. 24/7. Xuddi shunday. Telegram, WhatsApp, imo, Instagram orqali ham yozishlari mumkin. Qanday bo'lsa ham. Gap yo'q. Bizga aloqa chiqsa bo'ldi. Ha, aka, bundan tashqari xudo xolasa kommentariyaga darvoza kerak deb yozsa, kvadratidan 50 ming so'mdan o'tib beraman. 1 kvadrat metrdan. Hamma aytgan darvozamdan 50 ming so'mdan o'tib beraman. Sizni obunachilaringiz uchun. Bo'ldi aka, xudo xohlasa sizga ham katta rahmat. Aka, salomat bo'ling. Qanaqadir yangiliklar bo'lsa, aytaman, kelasiz. Yana biz xalqimizga ko'rsatamiz aka. Ha, yurtdoshlarimizga ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Xuddi shunday. Sog' bo'ling aka. Salomat bo'ling.